Bugun eksperimental loyihaga start beryapmiz. Biz hozirda Namangan viloyatiga yo'l oldik. Do'stlar, birinchi bo'lib Fazman korxonasiga mehmon keldik. Xo'p, nima ishlab chiqariladi bu yerda? Asosan erkaklarning lyuksuviy kostyum shimlari. Keyingi manzilimiz Namanganda iftixor klasteri bo'ldi. Ketib kirib aylanib chiqamiz. Bu paxta tolasi, O'zimiz klasterimiz, o'zimiz paxtamiz. Do'stlar, biz Afsonalar vodiysiga yetib keldik. Men tanishinglar, Qudrat akani yordamchilari. Qo'rqinchli ism ham ikkitasi bo'lyaptimi? Da, shunaqa, Chaqpalilaman bu. O! Harakatda. Namanganlik qushchi tadbirkorlarning oldiga mehmon keldik. Bu yilning o'zida Namangan 2 milliard investitsiya kiritayotgan ekan. Undan tashqari $1 milliard eksport qilar ekan.